30 kilometrga vizitga chiqqanmiz. Cobalt mashinasini kaliti yo'q qolgan. Hamma kaliti. Xudo xolasa borib, joyga keltirib beramiz. Uzoqlashmay turinglar, xudo xolasa. Video davomida hammasini ko'rsatib boramiz. Xudoga shukr. Pultli bo'lmaydi. Oddiy zapasni zavodskiy chiqadi-yu, o'zidan oddiy kal chiqadi, shunaqa bo'ladi. Qo'shimchasiga original kaltdan yana bitta qilib berdik. Bu ham zavod qilaveradi. Akkumulyator o'tirib qolibdi mashina. Xolos tayyor kaltimiz. Pultlarimiz ham ishlayapti. Original kalt qilib berdik, ichida chipi bor. Chip qo'ydik ichiga, programma qilib berdik. Xizmat kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa joyiga borib sifatli xizmat ko'rsatamiz. Запасной kalt обязательно qilib qo'yinglar, xudo xolasa kerak bo'lib qoladi. Mana akamiz hamma kalti yo'qolgan, xudo xolasa joyiga kelib zapaskasi bilan original kaltlarni qilib berdik. Ikkalasi ham original. Salomat bo'linglar, xizmat bo'lsa aloqadamiz.